o'zlik, milliy madaniy meros, nomoddiy madaniy meros, eng muhim bo'lgan g'oyalarni muhofizi siyosiy maydonda Milliy tiklanish demokratik partiyasi. Muzeylarning bugungi kundagi faoliyati, uni qanday muammolari bor, bu muammolarni qanday hal etish kerak, uni huquqiy asoslari qanday? Butun qancha mana shu katta hududlarni markaziy osonga oladigan bo'lsangiz, O'zbekiston hududidagi kabi ochiq osmon ostidagi muzey degan shaharlar qayerda bor? Biz aynan mana shu muzeylarda eksponatlarni saqlab qolar ekanmiz. 100 yillardan keyin bugungi kunda biz 3-Renessans tarixi davrini yaratar ekanmiz mana shu muzeylarimiz nafaqat masalan deylik bu tarix manzaralarini ko'rsatadigan, balki madaniy almashuvlar, turizm masalalarini eng yorqin masalan deylik ko'rsatib beradigan, tasavvur qilib beradigan tariximizni ko'zga uzatsak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasi qadriyatlarga tayangan taraqqiyot nomi ostida harakatlanadi siyosiy maydonda. Saylov oldi dasturida ham aynan shu yo'nalishdagi qonunlarni ijrosini holati, unga kiritiladigan o'zgarishlarni tashabbus qiladigan partiyalardan biri.